Gangada joylashgan navbatdagi obyektimizdan syomka jarayoniga yetib keldik. Bu obyektimizda biz 3 ta radiojo'nak eshik qo'yib berganmiz. Ko'rib turganinglardek profili qora matoviy, oyna matoviy riflonli. Birinchi peregorodkamizni oshxonaga qo'yib berganmiz. Oshxonaga nimaga peregorodka kerak desanglar, oshxonada ovqat pishirish jarayonida har xil hidlar tashqariga mehmonlar o'tirgan joyga tarqab ketmasligi uchun va ichkarida ayollar ovqat tayyorlayotganda ko'rinmasligi uchun asosan qo'llaniladi. Bu ikkita peregorodkani biz balkon bilan umumiy holl ajratish uchun qo'yganmiz. Ko'rib turganinglardek, bu yerda ham qora matoviy profil va matoviy riflonli oyna qo'llaganmiz. Eshikni ochilishiga e'tibor beramiz. Eshigimiz devori ustiga ochiladi. Nimaga devori ustiga ochiladi desanglar, chunki bu yerda proyomimiz kichkina. Proyom kichkina bo'lishiga qaramasdan proyomimiz to'liq ochilishi uchun biz shunaqa yechim qilganmiz. Biz har doim uylardan kelib chiqib yechim qilib beramiz. Dizaynni ham, eshikni ochilishlarini ham biz o'zimiz zo'r qilib beramiz. Uyingizga shunaqa estetik ko'rinish beradigan shunaqa zamonaviy eshiklar kerak bo'lsa, Libronik kompaniyasiga murojaat qilasizlar.